Aziz bolajonlar, biz siz bilan sifat so'z turkumi bilan tanishdik. Hozir xususiyat sifatlari bilan tanishamiz. Marhamat. Iboli qiz, qo'noq yigit. Goh qiz, oliyjanob yigit. Chaqon qiz, g'ayratli yigit. Iste'dodli qiz, jasur yigit. Rostgo'y yigit, orasta yigit. Iqtidorli yigit, a'lochi qiz. Shirin so'z qiz, chezrak yigit. Saxiy yigit, izlanuvchan qiz. Ishfel yigit, odobli qiz. Sho'x yigit, mehribon bola. Dono qiz, yaxshi yigit. Bilimdon yigit, aqlli qiz. Chiroyli qiz, mehnatsevar yigit. Go'zal qiz, ishchan yigit. Chiroyli qiz, qo'noq yigit. Mana aziz bolajonlar, xususiyat sifatlari bilan tanishib oldik.